Endi yong'in xavfsizligi bo'yicha kirish yo'rig'ini boshlasak. O'zbekiston Respublikasining yong'in xavfsizligi to'g'risidagi qonuni asosida har bir korxona va tashkilotlarda o'sha tashkilotning, o'sha korxonaning yong'in xavfsizligi holatini nazorat etish bo'yicha mas'ul xodim tayinlanadi. Uning vazifalari o'sha korxonada, obyektlarda, inshootlarda, hududda va har bir ish o'rnida yong'in xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha ishlarni tashkil etish va tegishli tadbirlarni belgilashdan iborat bo'ladi. Bizning sohamiz telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatishdan iborat. Albatta bu telekommunikatsiya qurilmalari va asbob anjomlari va uskunalardan iborat bo'ladi. Albatta ular o'z o'rnida elektr quvvati bilan ta'minlangan bo'ladi. Bu e'tiborsiz qoldirilgan hollarda yong'in kelib chiqish xavfini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun bizning sohamizda ishlayotgan har bir xodimdan talab shunday bo'ladiki, o'z ish o'rnida, korxonada, hududda, bino va inshootlarda yong'in xavfsizligi holatlariga e'tiborsiz bo'lmaslik. Shu bilan birgalikda har bir ish o'rni, barcha xonalar, inshootlar yong'in xavfsizligini birlamchi o't o'chirish vositalari bilan ta'minlangan. Bular uglekislotniy o't o'chirish vositalari va kukunli o't o'chirish vositalariga bo'linadi. Shuning uchun barcha ish o'rinlari birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan ta'minlangan. Suhbatimiz davomida mana shu birlamchi yong'in o'chirish vositalarini alohida ko'rsatib o'tamiz. Barcha telekommunikatsiya qurilmalari o'rnatilgan xonalar, elektr ta'minoti uskunalari o'rnatilgan xonalar birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan hamda yong'indan darak beruvchi signalizatsiya qurilmalari bilan jihozlangan. Ularning vazifalari kichik yong'in o'chog'i paydo bo'lganda darhol xabardor etish va shunga qarab mas'ullarning va mutaxassislarning tegishli tadbirlari belgilanadi va o'z o'rnida sa'y-harakatlari amalga oshiriladi. Bu sa'y-harakatlar kichik yong'in o'chog'ini o'chirishga qaratilgan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktyabrda qabul qilingan yong'in xavfsizligi qoidalariga ko'ra, barcha tashkilotlarning bino va inshootlarda evakuatsiya chiqish yo'laklari bo'lishi shart. Va uning eng asosiy talabi mana shu yo'laklarga yo'naltiruvchi belgilar va bu yo'laklarni hech qanday begona narsalar bilan to'sib qo'ymasligi. Chunki favqulodda holatlarda xodimlar, ishchilar evakuatsiya yo'lagidan to'g'ri harakatlanishi va undan xavfsiz harakatlanish choralarini qo'llashlari shart. O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasining evakuatsiya chiqish yo'lagini tanishib o'tamiz. Lekin bu bilan shuni aytib o'tmoqchimizki, kompaniya tarkibida bo'lgan barcha filiallarda o'zlarining bino va inshootlarida o'rnatilgan tartibda evakuatsiya sxemalari belgilangan va evakuatsiya sxemalarida evakuatsiya qilinish yo'llari belgilangan. Biz ikki turdagi yong'in o'chirish vositalari haqida gapirib o'tdik. Bular kukunli yong'in o'chirish vositalari yoki uglekislotali yong'in o'chirish vositalariga bo'linadi. Uglekislotali yong'in o'chirish vositalari albatta elektr qurilmalarida yong'in chiqish holatlarida qo'llaniladi. Yana bir karra aytib o'tmoqchimiz, bu hammasi birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan faqatgina kichik yong'in o'chog'ini o'chirish holatlarida foydalaniladi. Albatta, yong'in xavfsizligi bo'yicha amalga oshirilgan o'quv seminarlarda, amaliy mashg'ulotlardan hammamizga ma'lumki, yong'in chiqqan hollarda yong'in o'chirish guruhlari birlamchi yong'in o'chirish vositalari orqali kichik yong'in o'chog'ini bartaraf etadilar. Qolgan holatlarda esa evakuatsiya jarayonini to'g'ri tashkil etgan holda, bir-birlariga xalaqit qilmasdan va mana shu jarayonda baxtsiz hodisa sodir etmagan holda evakuatsiya jarayonini to'g'ri tashkil etishlari kerak. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, elektr qurilmalarida yong'in chiqqan holatlarda hech qachon suv bilan o'chirish mumkin emas. Elektr qurilmalarida alanga chiqqanda uglekislotali yong'in o'chirish vositalaridan foydalaniladi. Biz hozir ularni sizga tanishtirib o'tamiz va ularni joylariga chiqib, ham evakuatsiya yo'laklarini, ham birlamchi yong'in o'chirish vositalarining mana shu binoda joylashuvini sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz.